Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun mana biz katay yasovdik, kataylar aniqini aytsam. Izohlar tashlab qo'ydik. Mana katayimizni ko'pchilik tagiga setka bosib bering, poldan ko'ra deganlar bor edi. Burlar boqamiz deganday qilishyapti. To'g'rilar uchun. Shuni birga bir setka bosing tagiga. Uzunligini 2 metr, yana 1 metr qilib, har safargi o'sha katayimizni prosta tag setka bo'lib qoldi endi. Mana yonlari fanir. Picha endi dili joyi bor ama tanib qolamiz. Mana bu yerda zakkesi ishlamay qolmaydi, tagiga panel bosilgan. Mana gapimiz yolg'on qolmasin deb gapiryapman. Birov panel deymiz oyim. Uzunligi 2 metr, yana 1 metr. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxi 700 ming so'm. Narx oshgan yo'q. Endi marta xo'roz katay yasadik. Bir akamiz zakaz qilib yerdan 40 ming ko'tarasizlar dedi. 120 ga 90 qildik, yenini bo'yini 85 qildik. Bu ham baquvvat zo'r bo'ldi. Faneri yonlari atrofi div bo'ladi. Nimasi? Narxi buni 350 ming so'm. Yana pol, paneri, nima poli paner. Qolgan yoq div degan narsa. Yangi ideya qilib setkadan qildik, atroflarini reka qilib xo'rozga ko'pansa yaraydi qildik. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on qishloq Shabboda 182 93 536 16 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.